Sharqi Turkistondagi musulmonlarning kishilik huquq masalasi xalqaro qiziq nuqta bo'lib, bexatarlik bahonasi bilan yig'ilingan atalmish jazo lagerlari Birlashgan Davlatlar Tashkilotining birdek ayblashiga uchirdi. Amerika parlamenti va ma'muriy doiralari Jungo komiteti Avam palatasiga ko'p kishi o'rin olgan ikki partiya parlament a'zolari birlikda bayonot e'lon qilib, Xitoy kommunistlarining 1 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmonlarni majburiy tutib turish siyosatini qattiq ayiblash bilan birga, G'arb davlatlaridagi o'qimishli ziyonlar Sharqi Turkistondagi zo'r ko'lamda qamalgan musulmonlarga bo'lgan diqqatini og'dirdi. Navbatdagi bu bayonotga butun dunyoning har qaysi joylaridan 278 o'qimishli ziyonlar imzo qo'ygan. Aqto'y ayisining 1500 nopuzliq bir qirg'iz kentidan 300 kishining lagerda ekanligi o'tirg'i chiqdi. Aqto'y ayisining Charliq va Qizilta qatorliq 3 yesidan 15-20 qirg'iz diniy zotning lagerda ekanligi, bulardan 4 nafarining Tursun imom, Hasan To'qson, Osmon Ili, Mollash Niyaz qatorliq imom va mazilla ekanligi, ham bularning Otish shahridagi Arzon va Kunshan qatorliq joylardagi lagerlarda qamoqliq ekanligi ma'lum bo'ldi. Jungo Shinjin Janubiy Fan texnika universiteti muavin professori He Jiankun yaqinda muvaffaqiyatli holda dunyo bo'yicha tunji AIDSga immunitet takliflangan qo'shkezak buvoq salomat holda dunyoga kelganligini jakoladi. Bu ish xalqaro jamoat fikrida va ilm-fan sohasida g'oyat zo'r inkas qo'zg'adi va talash-tortish keltirib chiqadi. Shundaqla 122 nafar Jungo olimi birlikda ayblandi. 28 noyabr Zhejiangong Jungoda o'tkazilgan inson gen guruhini tayyorlash xalqaro boshliqlar yig'inida talash-tortish qo'zg'agan tadqiqot jarayonini oshkorladi. Hamda tadqiqot natijasining yig'indan burun oshkorlanganligi uchun kechirim so'radi. Uppsala universiteti Shvetsiyaning nopuzliq universitetlarining biri. Mazkur universitetning Turkologiya fakulteti 24 noyabr kuni O'rta Osiyoda Uyg'urlar degan temada ilmiy muhokama yig'ini o'tkazgan bo'lib, yig'inda navbatdagi vaziyatda og'ir qirsqqa duch kelayotgan Uyg'ur tili va madaniyatini qo'g'dashning zarurligi ta'kidlangan. Yig'inda Shvetsiyaning Turkologiya tadqiqot sohasidagi nopuzliq mutaxassislar, Uyg'ur adabiyoti va san'at sohasidagi zotlar Uyg'urlarning tili, madaniyati, san'ati, tarixi va Shvetsiya muzeyidagi Uyg'urlarga oid vasiqalar, Uyg'ur tibobatchiligi, Shvet missionerlarining Qashqardagi faoliyati, Uyg'ur she'riyati va Uyg'ur shoirlarining hozirgi vaziyati qatorliq temalarda ilmiy maqolalarni sungan ham bu sohalarda atrofli muhokama etib borgan. Ukraina va Rossiyaning kirish to'qinishi kuchaymoqda. Rossiya prezidenti Putin 28 noyabr kuni Ukraina harbiy kemasining Rossiya chegarasiga tajovuz qilganligini, buning Ukraina prezidenti Poroshenkoning Ukraina cho'ng saylimidan burun keltirib chiqarayotgan ig'vosi ekanligini ifodaladi. Buningdan bir kun burun Poroshenko ikki davlat chegarasiga askarlarning to'plashganligini bayon qilib, Kiyev va Rossiya orasida umumiylik urush portlashi mumkin dedi. Ukraina har tarafdan urushga tayyorlik tadbirlarini hozirlamoqda.